Qog'oz mahsulotlarini qayta ishlash yo'nalishida faoliyat yuritayotgan mahalliy korxonalar mamlakat eksport salohiyatini oshirishda katta hissa qo'shmoqda. Shu yo'nalishda Xorazm viloyatida Xitoy Xalq Respublikasidan keltirilgan zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan maydoni 1,3 gektarni tashkil etuvchi qayta ishlash korxonasi faoliyati alohida e'tirofga loyiq. Urganch shahridagi ushbu korxona yiliga 4210 tonna qog'ozni qayta ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxona tomonidan joriy yilning o'tgan davrida 482 tonna qayta ishlangan qog'oz mahsulotlari xorijiy davlatlarga eksport qilinib, bundan 137 ming AQSh dollari miqdoridagi valyuta tushumi ta'minlandi. Korxonada ish 2 smenada tashkil qilingan bo'lib, hozirgi kunda 150 nafarga yaqin mahalliy aholi doimiy ish o'rni bilan ta'minlangan. Yaqinda korxonada yangi energiya tejamkor uskunalar o'rnatilib, ayrim ishlab chiqarish jarayonlari modernizatsiya qilindi. Bu esa avval faqat xomashyo sifatida eksport qilingan mahsulotlarni tayyor mahsulot holatida xorijiy bozorga olib chiqish imkonini yaratdi. Bizning korxonamiz matbaa Perfor mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi korxona bo'lib, 2020-yilda tashkil topgan. Hozirgi kunda ishlab chiqarish hajmlarimiz kuniga 40 tonnani tashkil etadi. Yillik import hajmimiz 200-300 ming dollar. Yillik eksport hajmimiz 2-3 million dollarni tashkil qilmoqda. Hozirgi kunda respublikamizda tadbirkorlarga qulayliklarni yaratish maqsadida ko'plab qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. Shulardan misol qilib, bojxona tizimini takomillashtirish, tadbirkorliklarga qulaylik yaratish maqsadida ko'p imtiyozlar berilmoqda. Oldinlari import qilayotgan mahsulotlarimiz, xomashyolarimizni bojxona tekshiruvdan o'tkazish, litsenziya olish ishlarini 3-4 kungacha vaqt ketgan bo'lsa, hozirgi kunda bu 3-4 soatgacha vaqt olib turibdi. Bu bizlarga juda katta qulayliklarni berib turibdi. Xususan, bojxona tizimida elektron raqamlashtirish tizimlaridan misol qilib, E-navbat tizimini aytsam bo'ladi. Bu tizim orqali bizlar hali bojxonaga yetib kelmagan tovarlarimizni hujjatlarini tayyorlab, 2-3 kun oldin bojxona tizimini yuborib qo'yish imkoniyatiga egamiz. Qulay va barqaror ishlab chiqarish muhitini ta'minlash maqsadida korxonaga 220 kilovatlik quyosh panellari o'rnatildi. Innovatsion yondashuv natijasida korxonaning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 30% qayta tiklanuvchi manbalar hisobiga qoplanmoqda. Bu esa ham ekologik, ham iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.